Ibodat nima degani? Ibodat degani Alloh taologa o'zi buyurganidek bo'ysunishlik va o'sha bo'ysunishlik uni rozi qiladigan, u amalni qabul qiladigan va bandani unga yaqinlashtiradigan tarzda bo'lishligi kerak. Odamlar hozir ibodat deb o'lib ketganga borib ustiga uy qurib qo'yishni tushunishadi. O'zini qiynab yurib nimalar bir yig'inlarni tushunishadi. Ibodat deb qiladi shuni. Men savob olaman deb o'ylaydi, vaholanki qop gunoh bilan qaytadi. Robbisi ertaga so'raydi. O'sha uchun sarflagan pullari isrof va bid'atga sarflanganligi uchun harom bo'ladi. Bu uchun bitta so'raladi. Ey senga men payg'ambar jo'natmaganmidim? Jo'natgan eding. Senga umr bermaganmidim shuni bir haqni taniydigan, shunga yetadigan bergan eding. Senga aql bermaganmidim? Aqlingni yuritadigan, atrofingda shuncha ahmoqlar, pastkashlar, safihlar, jinnilar turganida sen gapni tushunmasmiding? Tushunardim. Unda nima deysan? Sen nima deydi? Gap yo'q. U hozir bizga bidirlashadi, chiqib qolib, bular hammasi adashgan, bularga ergashmanglar, bular sizlarni yo'ldan uradi deb. Vallohi dalil keltirsa, o'sha dalil biz o'shani ahlimiz. Dalil keltirsin, o'shanga ergashamiz. Dalili yo'qmi, marhamat qilib dalilga ergashsin. Unaqa bo'lmasa, hozir ikkinchi tur keladi. Agar Alloh va rasulidan, ularning toatidan boshqani toatini ustun ko'rsa mushrik bo'ladi. Shirkning ma'nosi ham shu. Alloh rozi bo'ladigan narsani Alloh rozi bo'lmaydiganlarga buradi. Ya'ni Alloh sizga bir toatni berdimi? Ha, buyurdi. Siz uni qilishingiz kerak. Endi shu toatni siz Alloh rozi bo'lmaydigan o'ringa burishni boshladingiz. Masalan, riyoni kichik shirk deyilgani, lekin u kattalashib ketishi ham mumkin. Qanaqa bo'ladi? Namozda turibsiz. Namozda turganingizda qarasangiz, masalan, Rustam aka kelib qoldilar. Rustam akani bizneslari bor. Siz hurmat qilasiz. Bilasiz Rustam akani bitta qizi bor, uzatmoqchi bo'libsiz, uylanmagansiz hali. Ko'rganingizda xayolingizga kelgan birinchi narsa, hozir agar Rustam aka meni zo'r deb o'ylasa, balki qizini ham berar, balki tijoratiga ham sherik qilar. Boy odam, tegidagi mashinasini qara dedi, shayton olib keldi. O'zi odatda o'qimaydigan surangizni boshladingiz zamga. O'zi Zuho surasidan yo'q o'tmaysiz. Sabbih ismani ham o'qimaysiz. Iloji bo'lsa Fil surasidan pastga tushib ketasiz. Lekin Rustam akani ko'rganingizda Baqaradan boshidan yodlagan 3 ta betingiz sizga keladi. Endi buni nimasi shirk deyish mumkin? Buni shirklik jihati shuki, Alloh taolo sizga o'zi uchun ibodat qilishni farziy tarzda buyurganida, nafsiz sizga Rustam akani rozi qilish uchun ibodat qilishga buyuryapti. Ana o'sha shirk deyiladi. Shuning uchun ham riyo shirk deyiladi. Agar boshida kishini hayoliga kelsa, undan qutulib olsa, qutuldi. Agar unga ergashadigan bo'lsa, ergashgan miqdoricha dinidan mosuvo bo'ladi. U yo ibodatning savobini ketishligi bilan bo'lishi mumkin yengil shaklida, yoki dinini butunlay hammasi ketishligi bilan mumkin o'sha uchun qilingan shaklda. Ana o'sha narsani bizga ibodat emasligini dinimiz o'rgatadi. Shundan birodarlar, bu muhim mavzu. Muhim mavzu. Ibodat Robbimizga yaqinlashtirsa ibodat deb nomlanadi. Robbimizdan uzoqlashtirsa bu balo bu. Bu ibodat deb nomlanmaydi bu. Agar kishi Alloh taologa u rozi bo'lmaydigan tarzda ibodat qilaman desa, bu bid'at deb nomlanadi va u qabul ham bo'lmaydi. Yoki qalbida Alloh taolo qabul qilmaydigan ibodatni qilsa, bu munofiqlar va mushriklarning ibodati. Alloh taolo buni qabul qilmaydi. Agar tashqarisida muvofiq kelmasa, zohirida muvofiq kelmasa bid'atchi bo'ladi. Agar ichida muvofiq kelmasa munofiq bo'ladi. Ikkalasi ham bir-biridan battar, to'g'rimi? Bid'atni ham gunoh bo'ladigani bor, makruhi bor, kufr bo'ladigani bor. Nifoqni ham kichkinasi bor, kattasi bor. Amaliylari bo'lsa, agar nifoqni kichik nifoq deyiladi, iymondan chiqarmaydi. Agar kattalari bo'ladigan bo'lsa, qalbda o'rnashib, kishiga dinini yomon ko'rsatib, unga qarshi kurashishga chorlaydigan bo'lsa, bu buzuq qalb, o'sha kufrga to'la qalb bo'ladi. O'zi nifoq degani, mayli bu ham foyda o'rnida, tildagi iymon bilan qalbdagi kufrni bekitish degani. Nifoq aslida lug'aviy ma'nosi tulkini iniga aytiladi. Yerni tashqarisidan qarasangiz tekis bo'ladi, ichi esa o'ra bo'ladi. Tashqarisidan tekis ko'ringanligi uchun ichidagi o'rani sezmaysiz. O'sha nifoq deyiladi. Hozirgi kunda arab davlatlarida nafaq deydi. Nima desa tunnel degani. Tagida mashina o'tib ketadigan tunnelga aytiladi. Demak, lug'ati bilan bog'liqligi bor. Munofiqga ham qaraysizda, qarab hayron qolasiz. Buni qara, buni kiyimini qara, buni xo'ngillashini qara namozda turib deysiz. Gapini qara buni deysiz, lekin qilayotgan ishlarini qarasangiz, hammasi sizni diningizga qarshi qaratilgan ishlar bo'ladi. Do'stlarini qarasangiz, hammasi shaytonlar bo'ladi va hokazo. Endi bu bilinadi o'zi tashqarisidan. Bunga endi kirishib o'tirish ham shart emas. Xullas, agar biz Robbimizni rozi qiladigan din xohlayotgan bo'lsak, ibodatlarimiz rostakasm ibodat deb nomlanishligi kerak. Agar unday bo'lmasa, biz o'z nomi bilan nomlaylik bularni. Bid'at deylik, to'g'rimi? Nifoq alomatlari deylik, lekin ibodat deb nomlamaylik. Chunki biz nomlasak ham, butun dunyo nomlasa ham narsalarning haqiqati o'zgarib qolmaydi. Siz ko'p aytamiz buni. Bir najasni chiroyli konfetni qog'ozga o'rasangiz, konfet bo'lib qolmaydi-ku.
odam tashqarisidan qarab uni konfet deyishi mumkin, lekin uni asl mohiyati bilan o'zgarib qolmaydi. Bu boshqa barcha narsalarda ham shunaqa. Allohu a'lam.